Men Raul Asensioni Abduqodir Husanovdan kuchli degan odamlarni tushunmayman. To'g'ri, Asensio yosh, iqtidorli va kelajagi porloq futbolchi. Ammo mening nazdimda Abduqodir undan kuchliroq. Asensioni har qancha maqtamaylik, u hech qachon Real Madridning mutlaq asosiy futbolchisiga aylanmagan. Qaysi murabbiy davrini olmaylik, u ko'pincha ikkinchi darajali variant sifatida qaralgan va asosiy futbolchilar jarohatdan qaytishi bilan tarkibdan tushib qoldirilgan. Husanov esa bosqichma-bosqich yuqorilab bormoqda. Bugunga kelib u Manchester City tarkibining muhim bug'umiga aylangan. Hatto Robin Diyashni ham raqobatda yengib chiqdi. Aslida Asensioda xatolar yetarlicha uchraydi, ammo u Real muxlislarining erkatoyi bo'lganligi sabab bu xatolar ko'pincha jiddiy tanqid qilinmaydi. Shu bois ba'zida u o'z darajasidan yuqoriroq baholanayotgandek ko'rinadi. Husanovda esa buning aksi. Himoyada juda ishonchli, xatolari kam, ammo shunga qaramay u hali ham o'z darajasida baholanmayotgandek. Asensio ko'pincha yonida kuchli sherik bo'lishiga muhtoj. Agar yonida yuqori darajali futbolchi bo'lmasa, o'yinida xatolar ko'payadi. Husanovda esa buning aksi. Mustaqil ravishda ham yuqori darajada o'ynay oladi. Bundan tashqari, Kusi himoyaning istalgan chizig'ida o'ynashi mumkin. Tezlik, agressivlik, atletizm va uzoq masofalarga pas berish borasida ham Husanov Asensiodan ustunroq. Faqat bitta jihatdan men Asensioning ustunligini ko'raman. Hujumdagi faollik va ba'zida uriladigan gollar. Qolgan deyarli barcha komponentlarda esa meni fikrimcha Abduqodir undan ustunroq. Xulosa qilib aytganda, men Abduqodir Husanovni Raul Asensiodan anchagina kuchliroq deb bilaman. Fikrimga qo'shilsangiz, like bosib qo'ying.